Salom do'stlar, ushbu videomizda Essential birinchi kitobini tekstlarni tarjimasini davom etamiz va bugungi tekstimizning sarlavhasi A Magical Book, ya'ni sehrli kitob. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Sarah loved to read, ya'ni Sarah kitob o'qishni yoqtirar edi. She read novels and poems, ya'ni u she'rlarni va romanlarni o'qir edi. She loved the beautiful descriptions and phrases, ya'ni u o'sha chiroyli tasvirlar, ya'ni tasniflar va iboralarni o'qishni yoqtirar edi. She loved reading work from poets and novelists, ya'ni u o'sha shoirlar va roman yozuvchilari tomonidan yozilgan asarlarni o'qishni yoqtirar edi. She didn't like video games or technology. U video o'yinlarni yoki texnologiyalarni yoqtirmas edi. She was on the basketball team, but she didn't like sports. Ya'ni u basketbol jamoasida bor edi, ammo u sportni yoqtirmas edi. Her parents made her play basketball. Ya'ni uni ota-onasi uni o'sha basketbol o'ynashga majburlar edi. Made bu yerda majburlamoq ma'nosida kelyapti. Ya'ni o'ynatar edi, majburlardi. In fact, Sarah's parents made her do many things. Ya'ni aslini olganda Sarahning ota-onasi unga juda ham ko'p ishlarni majburlagan, ya'ni qildirgan. But she didn't want to do those things. Ammo u o'sha ishlarni yoqtirmagan. She just wanted to sit and read all day. Ya'ni u shunchaki o'tirib kun davomida o'qishni yoqtirardi, xohlardi. One day a small book came in the mail. Ya'ni bir kuni pochtada kichkina kitobcha keldi. It was for Sarah. Ya'ni u Sarah uchun edi. The book looked very special. Ya'ni kitob juda ham bir maxsusga o'xshardi. It was printed on sheets of gold. Ya'ni u tilla tilla sahifalarida chop etilgan edi. Uni sahifalari tillada edi. Sarah began to read. Ya'ni Sarah o'qishni boshladi. The outline of the story was simple. Ya'ni o'sha anaqasi rejasi o'sha hikoyani tuzilishi rejalari juda ham oddiy edi. It was about a magical place. Ya'ni u o'sha bir sehrli joy haqida edi. Strange things happened there. Ya'ni bir g'alati narsalar sodir bo'lar edi u yerda. One example from the book was about a boy who could control people. Ya'ni o'sha kitobdan bir example, ya'ni masala, bir misol, ya'ni bir bolakay bo'ladi o'sha kitobda, ya'ni odamlarni u boshqara olar edi, deyapti. Odamlarni boshqara oladigan o'sha bir bolakay bo'lar ekan o'sha kitobda. In one scene he made his friends tell funny jokes. Ya'ni o'sha bir sahnasida, kitobning bir sahnasida u do'stlariga juda ham kulgili hazillar aytishga majburlaydi. Sarah loved the book. Sarah o'sha kitobni yoqtirib qoladi. She read it all the time. U butun vaqt davomida o'shani o'qiydi. Then something strange happened. Ya'ni nimadir bir g'alati narsa sodir bo'ldi. The book gave Sarah a special power. Ya'ni kitob Sarahga maxsus kuch berdi. Special kuch berdi. She could control other people. Ya'ni u ham odamlarni boshqara oladigan bo'ldi. She was like the boy in the book. Ya'ni o'sha kitobdagi bolaga o'xshab. During one exam she made her friend tell silly jokes. Ya'ni o'sha imtihon davomida u o'sha do'stiga bir ahmoqona hazil aytishga majburladi. Her friend got in trouble. Ya'ni uni do'sti muammo ichida qoldi. O'sha hazil aytgandan keyin. After school, Sarah did not make a direct trip home. Ya'ni maktabdan keyin u to'g'ridan-to'g'ri uyga bormadi. On the way she went to the local store. Ya'ni yo'l-yo'lakay u o'sha mahalliy do'konga bordi. She wanted to play more tricks on people. Ya'ni u o'sha odamlarda
ko'proq hiylalarni hiyla ishlatishni xohladi xullas. She caused problems. U muammolarga sabab bo'ldi. She made people fall down. U odamlarni yiqilishga majburladi, yotishga. She laughed and had fun. U kuldi va xursandchilik qildi. Finally she left and started to walk home. Va nihoyat u o'sha do'konni tark etib uyiga yurishni boshladi. Then she saw something. Keyin u bir nimani ko'rib qoldi. Her basketball coach was about to walk in front of a bus. Ya'ni o'sha avtobusning oldida uni basketbol murabbiyi o'sha yurib ketayotgan edi. He was looking the other way. Ya'ni u o'sha boshqa yo'lga, boshqa yo'ldagiga o'xshardi. She had to stop him. Ya'ni u uni to'xtatishni xohlardi. Ya'ni o'sha avtobusning yo'liga chiqayotgan edi. She used her power. Ya'ni u kuchini ishlatdi. She controlled him. U uni boshqardi. She made him stop walking. Ya'ni u uni to'xtatishga majbur bo'ldi. Ya'ni to'xtatdi, uni majburan to'xtatdi. Sarah learned something that day. Ya'ni Sarah o'sha kuni nimadir o'rgandi. It was better to help people than to make them suffer. Ya'ni u o'sha odamlarga aziyat chektirgandan ko'ra ularga yordamlashgani yaxshiroq ekan. So she put a limit on how she used her power. Ya'ni o'sha odamlarga kuchini ishlatishiga limit o'rnatdi. Ya'ni o'sha kuchini ishlatish bo'yicha limit o'rnatdi o'ziga o'zi. She did not want to do bad things with it anymore. Ya'ni u o'sha kuchi yordamida yomon narsalarni qilishni xohlamas edi. She only wanted to do good. U faqatgina yaxshi narsalarni qilishni xohlar edi. Videomizda foydali bo'ldi degan umiddaman. Bizning asosiy Telegram kanalimizda English Max. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.